Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib o'tgan o'rtoqlar. Jo'jaxonamizga keldik o'rtoqlar. Jo'jalarimiz soni 5000 ta. Zoti Lomin Sendi. Samarqand Ilonsoyda pizza fabrikani malikalarida jig'ildonlar to'la. Yoshiga kelsak, yoshi 2 oylikdan o'tyapti o'rtoqlar. Zakaz olish boshlandi. Oldingi videolarni aytib o'tganim, bularni kelgan kunidan boshlab videolarni qilganmiz. Hamma vaksinalarni qilib borilyapti deb. Bir oy qolganda, sotuv bir oy qolganda telefon raqamlarini qoldiramiz degan edik. Kimda kim qiziqsa, ishqibozi bo'lsa, joyi bo'lsa degandek. Mana o'sha paytimiz keldi o'rtoqlar. Jo'jalarimiz 2 oydan o'tyapti. Shu moyda oxirida sotuvi boshlanadi o'rtoqlar. Bular mart 1-da kelingan. Ya'ni moyda oxirida 3 oylik bo'ladi. 3 oyligimizning narxi o'rtoqlar 90 kunligi 45 ming so'm, 100 kunligi 50 ming so'm, 110 kunligi 55 ming so'm belgilangan. O'sha stabilni narx o'rtoqlar. Holati zo'r, hammasi tetik mana ko'rinib turgandek. Hamma vaksinalari bo'lib kelyapti bularda. Manzil Qo'qon shahrida o'rtoqlar. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Misol uchun 500 ta, 500 tadan ko'proq oladigan odam telefon qilib, zakilab tashlab, zakaz qilib qo'yasizlar. Sizlarnikini biron qilib qo'yishadi. 50 ta 100 ta oladigan maydalab ham sotilaveradi. Bular o'sha paytda shu oyning oxiridan boshlanadi sotish. Maydalab sotilganda unga zakaz olish shart bo'lmaydi. Ammo lekin ko'p holatlar bo'lib qolyapti. Tugab qolganda mayda oladiganlarga yetmay qolsa xafa bo'lishi yo'q. Faqat bor bo'lsa ham zakazdagilar ushlab turiladi. Qoidasi bo'yicha shunaqa. O'shaning uchun kimlar kim zakaz bermoqchi bo'lsa, zakaz qabul qilish boshlandi. Bular nima yeydi? Deyilsa o'rtoqlar, bular faqat ratsionni boqib kelinyapti o'rtoqlar. Hech qanday nima deydi? Boshqa narsa berilgan yo'q bularga. Po'cha, go'sht, bunaqa narsalar berilgan yo'q, faqat ratsionda boqilyapti. Vaksinalari kakpalojna bo'lgan va bo'lib kelyapti. Hozir telefon raqamini aytib o'taman o'rtoqlar. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Holatlari zo'r, ideal darajada, hammasi sog'lom, mana ko'rinib turgandek. Xona issiqlik ham qilyapti ekan. Ba'zi birlari tansilyapti. Ikkitadan ventilator yonib, bofiralarimiz hali ishlagan yo'q. O'sha tuxum yo'nalishidagi jo'jalar o'rtoqlar, tovuq fabrika fermalardagi tovuqlarda zotida. Hammasi zo'r holatda. Ammo endi mana retlar cho'kibdi. Har vaqtimizlar qing'irtishi bo'lib qolibdi. Holatlari zo'r holatda. Jo'jalar asasi yaxshi holatda. Mana aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar, behijolat. Hammasi tetik, e'tibor beringlar. Bular setka uslubida boqilyapti. Aka telefon raqam 99lik 907 90 92. Qaytarib o'taman o'rtoqlar, 99 907 90 92. Ismlari Ulug'bek aka, bemalol murojaat qilaverasizlar. 24/7. Faqat shu 24 emas, 27 deylik. Haftada 20 soat aloqadalar. Kecha 4 soat dam olishsin. Kechasi 12 dan keyin bomdodgacha bezovta qilmasalar ham bo'ldi. Qolgan payt o'rtoqlar zakaz qilganlar, zakaz yozdirib qo'yasizlar. Plastikka qimmatlaring qancha bo'lsa tashlab berasizlar. O'shani belgilab qo'yishadi, o'sha narsani ushlab berishadi. Xolaylar 90 kunlik, xolaylar 100 kunlik, xolaylar 110 kunlik qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
Mana vitaminlari shuna narsalar kattalarga berilar ekan bularga. Yemlari ratsionda beriladi. Ratsionlarni hozir bir qator ko'rsatib o'taman hozir. Oldingi partiyamizni ko'rgan bo'lsalaring, hozir ratsionni ko'rsatib oling. Mana shu uzun omoqda yemi jo'jalardiki. O'sha Pirinexdan tortib bog' hamma narsa bor, soya, makka, bug'doy degandek. Oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsalaring, mana shu yerda 7000 ta boqilgan, yerda boqilgan. O'sha yerda boqilgan hisobiga va o'sha yerda baliqlar pishirib, baliqlar otxotlarini berib, baliq sezoni edi. Baliqlar bilan boqilgan. Bular setkadalik uchun faqat ratsionda boqib kelinyapti shu paytgacha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.